Bismillahirrahmanirrahim. Ey payg'ambar, sen qaysi holatda bo'lsang, Qur'ondan qaysi oyatni o'qisang, ey insonlar, sizlar qandoqli bir ishni qilsanglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda hamon biz sizlarni ko'z tutib turamiz. Osmon zimindagi zarrachaqliq narsa Rabbingning ilmidan chetda qolmaydi. Uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, ro'shan kitobda Lavhul Mahfuzda xotirlangandir. Bilinglarki, Allohning yaqin bandalariga oxiratda qo'rqinch yo'qdir. Ular hargiz qayg'urmaydi. Ular iymon etgan va taqvodorlik qilganlardir. Ularga dunyodagi hayotida va oxiratda xush xabar beriladi. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Ana shu katta utuqdir. Ey payg'ambar, ularning so'zi seni qayg'uga solmasin. Shaksizki butun kuch-quvvat Allohga mansubdir. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Unutmanglarki, osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohningdir. Allohni qo'yib saxta ilohlarga cho'qindiganlar faqat gumon qila agishidir. Ular faqat Alloh nomidan qalaymaqon biljirlaydi. Alloh aram elishinglar uchun sizlarga kechini yoritib bergan, tirikchilik qilishinglar uchun kunduzni yo'riq qilib bergan zotdir. Shaksizki haqiqatning sadosiga quloq soladigan qavm uchun buningda albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ular Allohning bolasi bor deyishdi. Alloh buningdan pokdir. U boladan behojatdir. Osmonlardagi va zimindagilarning hammasi Allohningdir. Allohning bolasi bor degan bu so'zinglarga sizlarning hech qanday pokitinglar yo'q. O'zinglar bilmaydigan narsani yolg'ondan Allohga chaplamsizlar. Aytqinki, Allohga yolg'onni chaplaydiganlar hargiz murodiga yetolmaydi. Ular bu dunyodan ozg'ini bahramand bo'ladi. Ondan ular bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kafir bo'lganligi tufaylidan ularga shiddatli azobni tetitimiz. Ularga Nuhning qissasini o'qib bergin. O'z vaqtida Nuh qavmiga: ey qavmim, agar sizlarga mening ichinglarda turishim va sizlarga Allohning oyatlarini asiltishim ig'ir kelgan bo'lsa, shuni yaxshi bilinglarki, men yolg'iz Allohga tayandim. Sizlarmi Allohga qo'shib olgan sheriklaringlar bilan birlikda menga qarshi ishinglarni qaror qilaveringlar. Ishinglar sizlarga tutuq bo'lib qolmasin. Ya'ni meni qaslaydigan ishinglar sizlarga oshkora bo'lsin. Ondan menga hech bir muhlatmi bermay, qiladiganinglarni qilaveringlar. Agar sizlar mening da'vatimdan yuz o'risanglar, men sizlardan hech bir haq so'rag'anim yo'q. Men ajrimni faqat Allohdan kutaman. Men musulmonlardan bo'lishga buyurildim, dedi. Lekin ular Nuhni inkor qildi. Biz uni va uning bilan kemida billa bo'lganlarni qutqizdik va ularni yer yuzida o'rin bosarlar qildik. Dalil paketlarimizni inkor qilganlarni bo'lsa g'arq qildik. Ogohlantirilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Nuhdan keyin nurg'un payg'ambarlarni o'zlarining qavmiga avatdiq. Ular u qavmlarga o'p-uchuq mo'jizalarni elib keldi. Ammo ular ilgirimo haqiqatni inkor qilishni odat qilib olganligi uchun aslo iymon etmadi. Biz haddidan oshquchilarning dillarini ana shundoq pechatlaymiz. Ulardan keyin biz Musa bilan Harunni Fir'avnga va uning qavmining katta boshlariga nurg'un mo'jizalarimiz bilan avatdiq. Ular haqiqatni qabul qilishdan cho'ngchilik qildi va gunohkor qavm bo'lib ketdi. Ularga biz tarafdan haqiqat kelgan chog'da ular bu albatta o'p-uchuq sehrdir, dedi. Musa, sizlarga haqiqat kelsa, sizlar uni sehr demsizlar. Bu sehrmi? Halbuki sehrgarlar muvaffaqiyat qozonolmaydi, dedi. Ular, sen bizga ota-bovlarimizning dinidan bizni voz kechtirish va bu zaminning saltanatini ikkinglarning qilib olish uchun keldingmi? Biz ikkinglarga hargiz ishonmaymiz, dedi. Fir'avn, mening oldimga barliq usti sehrgarlarni elib kelinglar, dedi. Sehrgarlar yetib kelganda Musa ularga tashlamoqchi bo'lganinglarni tashlanglar, dedi. Ular arg'amchilarni tashlaganda
Musa sizlarning ko'rsatganinglar sehrdir. Allah cho'qim uni barbod qiladi. Chunki Allah buzg'unchilarning ishini tuzimaydi dedi. Gunohkorlar yoqtirmagan taqdirdami Allah pokitlari orqali haqiqatni isbotlaydi. Musaga da'vatining avvalida faqat o'z qavmidan bir bo'lak yoshlarla Fir'avn va uning qavmining katta boshlarining ziyonkashlik qilishidan qo'rqib turib iymon etdi. Chunki Fir'avn yer yuzida haqiqatan zo'ravon edi. Haqiqatan haddidan oshquchilardan edi. Musa: "Ey qavmim, agar Allohga iymon etgan va bo'ysungan bo'lsanglar, uning qili tayininglar" dedi. Ular aytdi: "Allohga tayandiq, ey Rabbimiz. Zalim qavmni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmag'in. Rahmating bilan bizni u kafir qavmdan qutqizgin. Biz Musa bilan uning qarindishiga qavminglar uchun Misrda uylarni yasanglar. Uylaringlarni namoz o'qiydigan joy qilinglar. Namozni mukammal ado qilinglar. Ey Musa, mu'minlarga g'alaba bilan xush xabar bergin" deb vahiy qildik. Musa aytdi: "Ey Rabbimiz, sen Fir'avnga va uning qavmining katta boshlariga dunyo hayotida zinnat buyumlarini, turli mol-mulklarni berding. Ey Rabbimiz, ular bu ne'matlar bilan insonlarni yo'lingdan ozdiryotidi. Ey Rabbimiz, ularning mol-mulklarini yo'q qilib etgin. Ularning dillarini qattiq qilgin. Shuning bilan ular dardlik azobni ko'rganga qadar iymon etmasin." Allah aytdi: "Ikkinglarning duosi ijobat qilindi. Da'vatinglarni davomlashtiringlar. Nadonlarning yo'liga ergashmanglar. Biz Isroil avlodini dengizdan o'tkazib etdik. Fir'avn va uning askarlari zulm va zo'ravonlik qilish uchun darhol ularning orqasidan qo'g'ladi. Fir'avn g'arq bo'ladigan chog'da iymon etdimki, Isroil avlodi iymon etgan ilohdan boshqa hech qanday iloh yo'qdir. Menmi musulmonlardan" dedi. Uning shundoq deyildi. Amdimi? Ya'ni o'lim kelgan chog'da amdi iymon etamsan. Halbuki ilgari Allohga osiylik qilgan va buzg'unchilik qilganlardan eding. Sening keyingilarga ibrat bo'lishing uchun bugun sening jasadingni dengizdan chiqarib qo'yamiz. Shaksizki nurg'un kishilar bizning oyatlarimizdan g'ofildir. Shaksizki biz Isroil avlodini yaxshi joyga o'rinlashtirdik. Ularni shirin narsalar bilan rizqlantirdik. Ularga Tavrotdan iborat ilm kelgandan keyin ular din ishida ixtilof qilishdi. Qiyomat kuni Rabbing ularning orasida ular ixtilof qilishgan narsalar ustida albatta hukm chiqaradi. Ey payg'ambar, mubodi biz sana bergan xabardan shaklansang, senden ilgari biz nozil qilgan kitob Tavrotni o'qiganlardan so'rab boqqin. Shubhisizki sana Rabbing tarafidan haqiqat keldi. Shunga sen hargiz bu xabarga shak keltiruvchilardan bo'lmag'in. Sen hargiz Allohning oyatlarini inkor qiluvchilardan bo'lmag'in. Unda qilsang siyon tortquchilardan bo'lib qolasan. Shubhisizki Rabbingning kufri ustida o'ladi degan so'zi tegishli bo'lganlar butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi. Aholilari ichida Yunusning qavmidan boshqasiga azobning shabisini ko'rib aytgan iymonining foydasi bo'lgani yo'q. Yunusning qavmi iymon aytibdi, dunyo hayotida rasvo qiladigan azobni ularning ustidan ko'tarib etdik. Ularni ma'lum vaqtgacha hayotlikdan bahramon qildik. Agar Rabbing xolisi edi, yer yuzidagi kishilarning hammasi albatta iymon etgan bo'ladi. Sen kishilarni musulmon bo'lishga majburlay olamsan. Allohning irodasi bo'lmasdan hech kim iymon etmaydi. Allah aqlini ishlatmaydiganlarni azobga mahkum qiladi. Aytqinki, osmonlarda va zaminda nimalarning borligini ko'zidinglar. Ammo bulardagi dalillar va ogohlantirishlar iymon etmaydigan qavmga foyda bermaydi. Ular faqat o'zidan burun o'tganlarga kelgan azobli kunlarni kutadi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, sizlar Allohning azobini kutinglar. Menmu albatta sizlar bilan birga kutguchilardanman.
Ondan keyin payg'ambarlarimizni va mu'minlarni azobdan qutqizamiz. Biz mu'minlarni ana shundoq qutqizamiz. Bu bizning ishimizdir. Aytqinki, ey insonlar, agar sizlar mening dinimdan gumonlansanglar, shuni bilinglarki, men sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotgan narslaringlarga cho'qinmayman. Lekin men sizlarning jininglarni oladigan Allohga ibodat qilaman. Men mu'minlardan bo'lishga buyurildim. Yana menga to'g'ri dinga yuzlangan mushriklardan bo'lmag'in. Allohni qo'yib sana foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinmag'in. Agar ularga cho'qinsang, u chog'da sen cho'qim o'ziga zulm qilg'uvchilardan bo'lib qolasan. Agar Alloh sana biror ziyon zahmat yetkazishni iroda qilsa, Allohdan boshqa uni ko'tarvatguchi yo'qdir. Agar Alloh sana biror yaxshilikni iroda qilsa, Allohning bu marhamatini qaytarvatguchi yo'qdir. Alloh marhamatini bandalaridan xohlagan odamga yetkazadi. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, to'limi mehribondir deb vahiy qilindi. Aytqinki, ey insonlar, shaksizki sizlarga Robbinglar tarafidan haq din keldi. Endi kimki hidoyat topadi ekan, u faqat o'zining foydasi uchun hidoyat topgan bo'ladi. Kimki ozid ekan, u faqat o'zining ziyni uchun ozgan bo'ladi. Men sizlarga homiy emasman. Ey payg'ambar, sana qilingan vahiyga ergashgin. Allah hukm chiqarganga qadar sabr qilgan. Allah hukm chiqarg'uvchilarning eng yaxshisidir.